Samarqand shahrida Turkiy davlatlar onkologlarining ikkinchi kongressi bo'lib o'tdi. Unda Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi hamda boshqa qator xorijiy davlatlardan kelgan 300 nafardan ortiq yutuq olimlar, soha ekspertlari, yetakchi onkologiya markazlari rahbarlari, amaliyotchi mutaxassislar qatnashdi. Tadbirning rasmiy ochilish marosimi O'zbekiston va Turkiya sog'liqni saqlash vazirlarining kirish so'zlari bilan ochildi. Qayd etilganidek, Turkiy davlatlar rahbarlarining o'zaro hamjihatlik yo'lidagi tashabbuslari tarixiy ahamiyatga ega. Xususan, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yaqin va ishonchli qo'shnichilik, umumiy qadriyat hamda manfaatlarga tayangan tashqi siyosati natijasida davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalar mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'zbekiston Cumhurbaşkanımızın O'zbekiston va Turkiya prezidentlari sa'y-harakatlari bilan sog'liqni saqlash sohasida ham aloqalarimiz tobora mustahkamlanmoqda. Bugungi tadbir o'zaro hamkorligimizning yana bir amaliy natijasidir. Samarqand nafaqat turkiy sivilizatsiya, balki dunyo tibbiyotining tamal toshi qo'yilgan ulug' manzil. Biz bu yerga ham tarixiy ildizlarimizni o'rganish, ham kelajakni yaxshilash uchun keldik. Turkiy davlatlar onkologlarining kongressi shu maqsadga xizmat qilishiga ishonaman. O'z navbatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qator kelishuvlarga erishdik. Bundan juda mamnunmiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda onkologiya xizmati tubdan modernizatsiya qilinyapti. Jumladan keyingi 6 yilda kimyo preparatlari ta'minoti 13% dan 97% ga yetkazildi. 250 nafardan ortiq mutaxassislar chet el klinikalarida malaka oshirib qaytdi. 250 ga yaqin yangi tekshirish va davolash usullari viloyat va tuman darajasiga tushirildi. Eng ahamiyatlisi, Toshkentda xalqaro talablarga mos onkologiya markazi ishga tushirilib, bu yerda turkiyalik mutaxassislar ishtirokida samarali menejment tizimi joriy etildi. 6 aylık süreç içerisinde biz so'nggi 6 oyda markazimizda xalqaro aloqalarni mustahkamlashga katta e'tibor qaratdik. Avvalo Fransiyaning Gustav Roussy instituti bilan hamkorlik kelishuviga erishdik. Turkiya, AQSh, Xitoy kabi qator davlatlar onkologiya markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Bugun esa 3 ta xorijiy davlat universiteti bilan shartnomalar imzolayapmiz. Kongressga kelsak, u saraton xastaliklarini erta bosqichda aniqlash va samarali davolash borasida o'zaro tajriba almashish imkoni berish bilan ahamiyatlidir. Anjumanda onkologik kasalliklarni ilg'or usullar yordamida erta tashxislash, personallashtirilgan holda davolash, molekulyar yondashuvlar va multidistsiplinar boshqaruv masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Turkiy davlatlari onkologlarining ikkinchi kongressiga Qozog'istondan 20 kishidan iborat katta delegatsiya bo'lib keldik. Samarqand nafaqat madaniy markaz, balki ilm-fan chorrahasi hamdir. Azaldan bu shaharda ilm va eng yangi texnologiyalar almashilgan. Bu galgi kongress ham shunday imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Tadbirda o'pka va ko'krak bezi saratoni, ginekologik hamda boshqa onkologik kasalliklar bo'yicha ilmiy sessiyalar, mahorat darslari o'tkazildi. Bu kongress ikki buyuk maqsadga xizmat qiladi. Avvalo, tibbiyot sohasida yangi marralarga erishish uchun zamin yaratiladi. Qolaversa, Turkiy davlatlar onkologlarini yagona maqsad yo'lida birlashtirib, ham qardoshlik, ham hamkorlik aloqalarini mustahkamlash imkonini beradi. Kongressda neoadjuvant va adjuvant terapiya, PDL1 ingibitorlari, individual davolash strategiyalari hamda klinik qaror qabul qilish algoritmlari ham muhokama qilindi.